Gentrani probegi kam, lekin arzonidan kerak deydigan obunachilar uchun. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum hurmatli Instagram kuzatuvchilar, aziz aka-ukalarimiz, joninglar sog'mi? Yaxshi yuribsizlarmi? Xo'sh, oq Gentra kam probeglik, tozasidan minaman deydiganlar uchun 2019 da ishlab chiqarilgan, bor yo'g'i 24 ming yurgan. 24 ming yurgan. Toshkent shaharning mashinasi oq Gentra olib kelib qo'ydik anisher. Xo'sh, mashinamizning holatini ko'ramiz. Qarang. Motor atsik. Почти без probegni beradi. Shunday tirnoq turib. Qarang, nomerlar bilan oling. Toshkent shahar mashinasi. 4 ta yaxshi baloni bor. Holat dahshat lekin. Mana. Bilmagan odam bez probeg deb o'ylaydi. Lekin mashinamiz bez probeg emas. 2019 da ishlab chiqarilgan. Bor yo'g'i 24 ming yurgan. Mashinani Toshkent shahar mashinasi o'rtoqlar. Xo'sh, mashinamiz yili 19, probegi 24 ming, kraska holati bamferigacha toza. Bu mashinamiz Sergeli mashina bozori turibdi o'rtoqlar. Variantga 3 ming dollardan chiqib ketadi, bank bo'lmaydi. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, narxini 11,5 so'rab turibmiz, yana kelishtirib beramiz. 2019 oqidan kam yurgandan olaman deydigan tanish-bilishlarga tezda tashab qo'yamiz. Like, podpiskalarni aytmaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.